Mana shu xonadon nech pul deb o'ylaysizlar? 130, 120, 100, 90, yana tushinglar. 63 ming dollarga mana shu xonadonni beraveramiz. 207, pasti 3 sutu bo'ladi. Mana shu xonadon 63 ming chiqadi yo'q bunaqalar faqat olovlar, ya'ni manda bo'ladi. Mana qaranglar, mashalloh. 6 ta xona plus oshxonadan iborat xonadonimiz bo'ladi. Mana shuna qaranglar, chiroyli gap yo'q lekin chap tomonimizda kuxnasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Voy, gap yo'q lekin aboylarni chiroylisini tanlab qo'yishgan. Bu yerda bitta detskimiz joylashgan, orqada xonalarning joylariga ega. Hop, bu yerda ko'rishingiz mumkin, pastga bitta zal qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki choy ichib o'tiradigan xona. Hop, bu yerda yana bitta xonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xonalarning joylariga ega. Bu yerda razdelniy sanuzelimiz joylashgan. Hop, zinadan ikkinchi etajga chiqqanimizda to'g'rimizda bizani balkon kutib oladi. Ko'rayotganingizdagi chap tomonimizda ko'rishingiz mumkin bitta spalni. Uning yonida detski. Hop, uning yonida ikkita razdelniy sanuzel ikkinchi etajniki. Bu yerda zalimiz bo'ladi. Kattaligini qaranglar. Mashalloh. Bunaqasi faqat olovlarda bo'ladi. 63 ming dollarga kelib turib baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiya keladigan bo'lsa Toshkent postida 5 kilometrliklarda tutor joylashgan. Kimga qiziqsa pastga telefon qilib tez baraka qolamiz. Like bilan podpiska bosishni unutmang.